Xuddi shu yumshoq mebeli magazinlarda 4,5 million so'm, 5 million so'mdan sotilyapti. Andijon shahrida birinchi qo'l optimchilar uchun buning narxi 3 million 500 ming so'm. 10 kishi bemalol sig'adi. Men nazarimda pufigi bilan birgalikda moshi material, hamma yog'i chotki. Bundan tashqari bunisi 4 million so'm. 5 ga bo'linadi. O'nchab tanlamaydi. Sama moshi material, ya'ni yuvib ishlasiz bo'ladi. Dizayniga ham bitta baho bering. Strechlar juda chiroyli qilib qo'yishgan. Endi bunisi Chester material. Bu ham moshi material, yuvib ishlasiz bo'laveradi, lekin bularda sandig'i yo'q. Shu turish komplekti 3 ta pufigi bilan 4 million so'm. Bundan tashqari bunisi high-tech fason, juda ham chiroyli dizayn. Bu joylarga bitta baho bering. Tilla svetda ishlatishgan, chiroyli. 5 yil garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab dasturga kelishgan holatda narxi 4 million so'm. Bundan tashqari bu tomonga keladigan bo'lsangiz, mana bunaqangi komplektlari ham bor. Buning narxini 4,5 million so'm qilib berishadi. 500 ming so'mga xonaga qo'shilgan. Lekin o'zi bo'lsa 4 million so'm. 14 kishi bemalol sig'adi. Bundan tashqari bunisiga bitta baho bering. Bunisi sal arzonroq varianti, ya'ni 2 million 300 ming so'mga. Razmeri 3.30 ga 2.30 qilingan. Ekran nomerlariga aloqa qilib qo'yasizlar, like bosishdan chiqmas.